Albatta bu serumlar haqida alohida to'xtamasam bo'lmasdi qizilojonlar. Men har bitta klientimga marketing qurboni bo'lmasligi uchun juda ham kurashaman, yaxshilab tushuntirib berishni xohlayman. Niacinamid bu nima? Niacinamid bu aknelar bilan, ugrilar, poralar bilan juda ham kuchli kurashadigan modda hisoblanadi. Aynan u gidratatsiyani ushlagan holati, ya'ni yuzdagi namlikni ushlagan holati, yuzga namlik bergan holatda yuzni yuqori darajada elastik, silliq, tiniq qilib beradi. Ya'ni o'sha dog'lar deysizlarmi, ugrilar deysizlar, hammasini bir tekis qilib beradi. Aynan muammoli yuz uchun ishlatiladigan modda hisoblanadi. Bu serum ham xuddi shunaqa xususiyatga ega, lekin bu serumning tarkibida 5% niacinamid bor. Bu degani juda ham kuchli pigmentatsiyali qizlar uchun to'g'ri kelmaydi. Aynan ugrilari bor, lekin kamroq, ugridan qolgan dog'lari bor qizlar uchun ideal tanlov. 5 kunda yuzingizni tiniqlashadi, 2 haftada umuman o'sha muammolar bartaraf bo'ladi. Haqiqatan